Yaxşı misile. Anlat. Kadirligim yaxşı mısın? Yaxşı mısınız? Siz burunqadaklı güzel turupsiz. Sizgimi biz yaşanğanlarga oxşaş, qoruq, suçu. Bek aşırı ettiniz. Bu menin oğlum Devi. Bu menin dostum Anıt Efendi. Menin peşqadam dostum. Hazır menin hocayın. Biz tanışıp qoyli. Siz bilen görüşkenimge intayin xoşaldı. Qani, merhamet. Rahmet. Səpirəңiz, oңuşluq bolğandı. Oңuşluq boldu. Devi, London kişini cəlb qıldığan şəhər. Hazır həmmədən mühim bir iş. Ananğa, puldar bir ərdibiş. Çünkü o dadan bilen acırışıp getdi. Hindistanlıq ya ki, Braziliyilik bolsumu meyli. Dilinanı ağırtmaydıgan adam bolsa boliverdi. Kadirligim hazır həmiş pul bilen oxşaydıgan bop qaldı. Meksikinin yerlerimi köp pul yaraydıgan bop qaldı emasmı? Devi, sen berip somkaların nərskirəklərini al, bulam da suyumligim. Sana köp rahmet. Porölen işkinlarının işini anlap intayin əpslandım. Şundak. Ötken nöbet silə bu yəkilip şirin güllürünle ötküzgenden bu şundak mihriban ərxutullah bakende oynagan idim. Şundak, lekin adam haman özgürdü de. Şundak. Geçiyorum Kadirligim. Men ketmişsem bombaydı. Eti berip sizin hizmetinizde gözün göçürüp bakay. Elbette buludu. Məmin tezraq iş qışışını arzu qılıvatdım. Köngül bölgənliğinizə rəhmət. Xeyr xoş Devi. Xeyri xoş. Xeyri xoş Anıt Efendi. Sizge köp rəhmət. Bu adam yaxşı mikan Devi. Bundaq adamlar bu yerdə xeyli köp. Notayın. Vay Devi. Dadam kim? Siz hazır nerede? New York'ta. Men sizni bizning köygülüklerimdikin dep oylapdım. Hazır bolmaydı, lekin ben imkan kadar amal qıp bakay. Seninçi London qandağıraq ki? Yemin meskin. Men sizni bek segin otdim. Men seni sevdim Devi. Lekin London yaxşı joy. London yaxşı joy bolsun neymiş ki biz bilen birlik kelmeysiz? Şirketimizge yanıdan nakşi olpalar geldi. Biz tuncu patipon plastik işlemek şunu men bu joydan ayrılalmayım. Ondaq diyenetçi. Sen mi bilirse, men hazır anam bilen ajırışıp gettim. Lekin siz bizden münasebetimiz ilgirkidek buldu degen go. Toğra, elbette şundak buludu. Sana degen sözüm isindi mi? Eğer zörür töpülganda taqdir yalana kisipsizlik kökürü barma oğlum. Dada, men sizge bek amrak. Men mi sana amırak? Ananı çakır gepim var. Men isteyip koy oğlum. Umak oğlum. Ana, dadanın sizge gepi bak ki. Boptu oğlum, sen nərskirəklərini somkidin eli verdi. Vay, Vay gent, ahvalınız qandağıraq. yaxşı, aeroplanda adamlar pek köp get. Bəzi valla toxtumay yığlap cidəl qıldı, lekin Devi küt-küt xınımlar bilen kart oynap xoşal xoram keldi. Şundak mı? O xuddi 8 yaşlı sayatçıga oxşap qaptı da. Sizler mehmanxanada qandaq turvatsizlar? Anıt Efendi'nin köngül belişi bilen hem işimiz cayida. Genet, Devi çarşap qalqanda qılıdı. Onun salametligi qandaqaraq? Hiç qısı yok, biz ikimiz bir yana meşgulat vaqtıga tek könüp gidemedik. Onunla eytip qoyun, çoğun yoldan kesip ötkende aldı bilen 10 tarek qarısın. Bulup bu London dışındaq. Por, London'a kelgili 10 minut bulmayla, siz meni kalvatçaqlap kaldınız mı? Men biraz endiş qılıvattım. Sizden bir qancha işini sorap bakay. Eğer işinizga tigip qoysam, eğranman. Boldi, qandaq sualınız olsa, sonra verin. Sizge mi ayan, siz adette bek mehriban ediniz. Hazır sizge neyim boldi? Bu, birinci sualınız mı? Bu gaplarınızı qoyun. Boldu qılın. Men üçün Devi'ni suyup qoyun. Bu talebim artıqça emasdi. Yaxşı, yaxşı boldi.
Williams xanım. Bunu nerede koyayım ben? Yaxşı mısınız? Qızlar, 5 minut demel Allah. Qandaraq, mening ataqlı kiyim kechak masajim. Qandaraq, kөнüp qalğansız, ha? Bu joy bek patpıraqçılıqken şundaqdan manga yiqib qaldı. Uzun qamay könüp ketdim. Qadirligim, gepimga quloq seling. Bu haftaning oxiri Oskar bayrami. Men septin do'stlar bir cho'ng xotirlash yapıt o'tkazmoqchiman. Yana iyon to'plash harakati etmoqchi. Undan boshqa chorvachilar bizga seyda tamg'a etib berdi. Yana har xil musobaqa o'tkazmoqchi. Siz cho'qim qatnashsiz, shundaqmi? Bek yaxshi bo'ldi. Sen musobaqaga bek qiziqsan, shundaqmi? Shundoq. Yo'q, yo'q. Siz fikrimni xato tushunib qolibsiz. U yerga bolalarni ep berish bo'lmaydi. O musobaqani palla ko'si bo'lmaydi ekanda. Bilishiniz kerakki, Angliyada kichik bolalarning cho'nglar bilan aralishishi muvofiq emas. Lekin siz Devini bilib ep bering. U nandi bilan o'ynasin. Bo'lamdi. Oh, anot. Siz hech qachon balangiz borligini aytmagan. Men nandi ustida so'z oldim. U men bilan birga turdi. Kichik gapsiz. Rahmat, lekin men borolmayman. Bu haftaning oxirida Devi ikkimiz sayohatga chiqamiz. Shundaqmi, Devi? Intayin afsus. Agar boraligan bo'lsanglar, bak yaxshi bo'lgan bo'ladi. Sizning onalik mehringizga opirin o'qsaq bo'g'idek. Shundaq emasmi? Qizlar, qani yana bir qatim mashq qilinglar. Neymiş oldu Devi? Avazını biraz pasaytirdin. Oğlumның sözünü anlayamadım. Qani ayta Devi? Men qo'yib ketimi? Neymiş üçün? Men bu yerga nafratlanyaptimi? Zadı neyim oldu Devi? Men bu yerga kunamaydi ekanmi? Könenmeydi ekanmi? Men Londonda turishni xohlamayman. Bu yerda mashinalar solinib ismadi ekan. Anot mening musobaqa ko'rishimni rad qildi. U yana meni nanni degan kapsiz bilan birga yezda turishni da'vat etdi. Mening sababimdan ana bir ko'ngil etish fursatidan mahrum qoldi. Buningdan men bak afsuslandim. Men qaytib berib siz bilan birga turay. Bo'lamdi. Ananı çağır sözüm var. Meni boqmamsiz? Elbette bakama. Kimken? Soda boqamsiz yo'q. Bakama oğlum lekin. Bo'ptamsi. Bey, siz kim? Bu qandaq ishken u qaytib kelaman deb jadal qilyotdi. Hech bo'g'in yo'q. Uni xizmatga birga eppadim. Kun bo'yi men bilan birga bo'ldi. Bak zerikib ketdi. Siz qandaq qilishni o'ylayapsiz? Siz zodi nim demoqchi? Siz balani mening yenimdan ep ketdingiz. Onun ustiga hozir ta'til vaqti. Maktabga bormaydi. Siz balaning ta'til vaqtini qandaq o'tkazmoqchi bo'lyapsiz? Por. O'ylaganlaringizni deb bakmang. Bala hozir 8 yoshga kirib qoldi. U qo'shol xuram o'ynash kerak. Kun bo'yi ish o'rningizni uni hamroh qilyapsiz. O'zi zerikmamdi. Por. Agar u berib bo'g'iz zerikkan bo'lsa, bir hafta turisi qandaq bo'lar, bir oy o'zi qandaq bo'lib ketadi. Men zodi tushunolmadim. Bu ishga aql yugurtib baqdingizmi yo'q? Por. Sizmi mening gapimga quloq sol. Hozir mehmonxonada yetib uyni o'rinlashtirishni kutyaptim. Bir mulozimat kooperativi bilan aloqalashdim. Uyni o'rinlashtirib bo'lgandan keyin bir boqchi yollab Devini uyda xabar topqizdim. Siz yana gapimga quloq soling genit. Boqish uning zerikishiga dal bo'lmaydi. Qadrligim. Gapimga astoydil quloq soling. Siz Devini dunyoning o'chitiga olib ketdingiz. Shundaq emasmi? Bunda qilsak bo'lmaydi. Genit. Genit. Gap qiling. Gapingiz to'g'ri, Por. Mening o'ylig'im. Deviga qarash menga bak qiyin tuyulyapti. Yangi bir kasb, natunish shahar. Uning ustiga Deviga qarash ham uni zeriktirmaslik. Men bak tuyib ketdim. Uning siz bilan birga turg'isi bor. Mening boshqa fikrim yo'q. U siz bilan birga tursa qandaq? Bu gaplaringiz aqlga sig'maydi, Gent. Men kun bo'yi xizmat qilaman. Uyga qaytishga vaqtim yo'q. Amsi bu masala bak qiyilishib ketdi. Devini menmi baxmisam, sizmi baxmisangiz, amsi uni qandaq qilamiz? Bundaq bularni bilgan bo'lsam, uni tug'misam bo'pti ekan. Bu balni tepib intayin xato qilib ekanmiz. Men amdi Deviga qarash mas'uliyatimni o'z ustimga ololmayman. Men xuddi sizga o'xshash o'z xizmatimni ishlab, vaqt chiqarib, o'zim yaxshi ko'rgan ishlar bilan shug'ullanib, turmushimni xo'shal-xuram o'tkazmoqchiman. Meni tushunishingizni umid qilaman. Sizning bu gaplaringizga ishongim kelmayotdi. Bu gaplaringiz rostmi? Albatta bundaq deb qaramayman. Sizning bu masalani tushunishingizni umid qilaman. Bu yerda o'tishimmi tasga tushyapti. Har ikkimiz bir masalaga duch kelyapmiz.
Şu tapda derhal yanınızga bağım kelawatıdı. Por, maňa işin. Men çokum oğlumuz üçün zor perişanlyk gösterme. Bu maňa ayan. Men endiş kılawatyma. Siz menen kalbimni düşünüşiňiz gerek. Boldy. Sen yeni renci otamsa Devi. 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 Kadirlik ana, dadam meni bakmaydıgan boldy. Siz mi meni bakmaydıgan boldunuz? Men bunundan bek bir aram boldu. Men silerden menge ayrılmakçımın. Devi. Tez mayli, bomuz keçikip kalımız. Buludu. Demekçi boğunuz bir 8 yaşlık balı yoqap ketip 24 saat boğanda andın saqçılar onu izleşke kirişemdi. Yoq, bu işqa kanun organlarının arılışı hacetsiz. Bu menin fikirim. Eğer qaydap üydün çıkıp ketken ballarını izleşke doğru gelse, ondaqda biz gün boyu hiç iş qılmasak boğadek. Belkim o açıqlı sırtqa çıqıp ketkendi. Onun yoqap ketişi yoki hadisiga uçuruşu ehtimalga bekli yaqin. Yoq. İşinimen ki o sağ salamet. Kichik ballarning hammasi shundaq. Kech kirsa to'ngib, qurs qassa, cho'qim qaytib keladi. Ensirman o'lyamiz xonim. Xeyr, xo'sh. Ensirman davatqin netixi. Hey, gözünüzü açın. Uygunum. Ahırga bekat keldik. Poyuzmu to'xtab bo'ldi. Uygunum. Shundaq, bu ahırga bekat. Siz nega bormoqchi? Siz ezib qopsiz, shundaqmi? Undaqda, men bilan yuring. Yo'q, men qaytmayman.
İçim aldıraş. Hey, bir yerden batsa. Ananı izlep geldin mi? Anan bu yer kemerçi miydi? Şundaq. Anam meni o yerdə saxlab dur degan. Jür, içik girəyli. Ha, yürü, içecek gireydi. Oho, hemen mi geldin lan? Sizdekiler de oyunum attıkken mi? Beni çeşitli ettiniz. Şuna, sözler verme. Yaxşımı siləyigini lazım. Son bilen işkimizge, kaça. Sen limon seyişsen kandak. Başqıçıra kitimlikə öldürürsə qandaq. Başkası yok. Aldı bilen işikə qozacaq. Çoxum yaxdırıb qalsan. Hani köp, suluğu sola. Bu sonu hemen oynayalaysa. Hani, oynayalım, durun lan, oyna lan. Oynasan, oyunu da. Hani oynayın. Hani Şakçık, sen mi gel? Birli oynayın. Hani, birli oynayın. Gel, gel, yarın gel. Sen bolsa, sonu başlayın. Gel lan, oyna lan. Oynayın. Yaxşı oldu. Yaxşı oynadık. Yaxşı oynadık. Bozacak. Qosqon tartışıp ketkendi o. Qosqon tartışıp ketkendi o. Senin kuluğun gaz mı? Qosqon açtı mı davetine? Yürü. Azırak bir nesi yeyle. Yürü. Hemen içi. Koptu. İsmin neyme? Devi. Sen bu cayda rastalla ananı saxlavatamsa? Eğer undaq bolmasa, bu cay sende küçük balı kelip oynaydıgan cay emas. Uqtungma? Xotircan bulunma yoqub ketmeymi? O günü siz kızıl kiyim kiyemediniz. Hazırlık ilime. Hey, tamak geldi. Kanı yardımlaş. Kanı biz kürüp bakaylı. Nimeler varken. İki parça kalı geçi. Bir dana börek, tuzlangan tuxum. Yenimen en yaxşı gördüğün yılan belik. Kara, manı bu yılan belik. Bu bek mezlik. Benim qosuğum digəndək aşmadı. Oh, şundak mı? Bunun təliyi bək. Oqlan, qəni elim işçi verdim. Yeni bir nəsil lazım mı? Yok, kadirligim. Başka nasıl lazım emez. Qəni elim. Geçirin, kadirligim. Heç qısı yox. İnşallah. Yılıqı balı nə getdi? Uxmayma. Tek hazırla, meşhad etti. Mən başlap rahat. Ben bir 8 yaşlık oğul bala. Ne ezip kaldım. Anam bile sözleşmek gittim. Anam maaşları mihmanxanasında. Lekin benim pulum yok. Kütüp durun. Ne mayıflar mihmahansı. Kenneth Williams hanımın telefonunu olap verseniz. Bey. Bey. Devi. Siz Devi mi? Siz mi bakmışsınız? Ben mi bakmışsam? Emsi onu kandak kılınız. Bunu bilgen bolsam, onu toğmusam bot diken. Onu tepip kandak dikenmiz. Devi. Devi. Siz nerede?
Kondoq kız olma. Genit, bayattın nime dediniz? O öyden çıkıp gitti. Devi öyden çıkıp gitti. Abla, Uluqman, o çıkıp ketkile qancha vaqt bo'ldi? Bir sotka bo'ldi, lekin hech kimning qari bo'lmadi. Men elishib qolayli deb qoldim. Saqchilarga ma'lum qildingizmi? Ularning aytishicha, agar Devi kech soat 6gacha qaytib kelmasa, undan keyin izlashni boshlaydi ekan. Ulan nima shuni hozirdan boshlab izlamaydi ekan? Uqmadim, bu ularning o'lik belgilamasi bo'lishi mumkin. Por. O'g'limiz uydan chiqib ketdi. Siz menga ozroq yordam qilmadingiz. Özünüzü tut ölen gent, men derhal aeroplan bilan yo'lga chiqay, bulamdi. Bo'ladi. Bu pul mening aka. Buni men tip oldim. Mening yanjog'imdan tushib qolgan. Yo'q, buni men tip oldim. Pulni beramsa, yo'q, bo'lmasa adingni berma. Bu meningki. Beramsa yo'q. Shen, derhal ma'ayli, o'yin boshlash vaqti qoldi. Adingni obdan berib qo'ysam bo'ladi. Bo'pti, ta'ling ekan. Moldir bo'lib bering. Mana, ala. Bu kesbni aqtirish beqiyin. Bundak vaqtda men bundak ahmoqona xiyonat qilmasam bo'ladi. Amaliyotda men o'z obro'yimni ishga oshirmoqchi bo'lyapman. Devini bir kim tutib ketdimi qandaq? Nima deydigansiz? Demakchi bo'g'lim siz uning yezib qoldirgan xatni ko'ribsiz-ku. U o'zi sirq chiqib ketib ezib qolgan o'xshaydi. Agar u sizni seg'insa, chuqum qaytib keladi, bilyapmiz xonim. Xotirjam bo'ling. Men mana shundoq bo'lishini kutyaptim. Por yetib kelishdan burun holingizni men xabar berib turay bo'lamdi. Yo'q, anot, hech qisi yo'q. Kayfiyatingiz qandaroq? Yomon emas. Qadrligim. Agar men yordamlashadigan ish bo'lsa, darhol menga telefon bering. Bo'lamdi. Rahmat, shundoq qilay. Anot, kechiring. Kiyim-kechak ko'rgazmasi o'tkazilishdan burun sizga yordam bermaydigan bo'ldim. Mening o'ylig'im Devining qaytib kelishini kutib mushiya turmasam bo'lmaydi. Albatta shunday qilishingiz kerak. Meningcha Devi hozir qaytib kelayotganda xotirjam bo'ling, Williams xonim. Rahmat, Anot.
a tata, your pretty little tata. Come out and tata with me. Bunu sana kiygizib qo'yay. Bek chiroyli bo'lib ketdi. What do you want me to do? From the busy Halley, I've got lots to say to you. What have you got to say to My me? head's completely twirly, my girl, I want you to be. I want to be your tata, Pretty little tata. come out and tata with me. Put on your tata, little girl. Hey, oğlu, demişik kalbısan oğurlaysan. Hey, onu tut ola, dokta. Hey, oğlunu tut ola, dokta. Bani tez bo'l, qochayli. Tez bo'l. Dokta. Hey, oğlunu tut ola. Qoch, yürü. Oğlunu tut ola. Köpçülük bana yerden ismi oğlunu tutuş bir ola. Shunaq qilayli. Dokta. Uğuna gitti. Shuni demaysiz. Hey, dokta. 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 O aramzade. Bu oğlunun şiriki ekan. Qani, bunu tut ola. Onu tut ola. Hey, dokta. Dokta. Köpçülük bana yerden ismi oğlunu tutuş bir ola. Dokta. Dokta. O ayet gel. Dokta. 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 Endi kaçıp tutulanmaysa. Tutayım. O şumtek bizni aldaptı. O ayağı diken onu tutaylı. Dokta. Abla. Başka yolda kollaylı. O ayağı diken. Yes. Dokta. Dokta. Biz iki gibi bilmeyli. Silah yaktan kollaylı. Biz bu yaktan aldık çıkaylı. Şunda kılaylı. Endi kolga tushdi. Endi nega qatsang keldi. Yaxshi. Endi nega qatsang? O shumtek. Endi nega qatsang? To'xta. Bunu beş. İkimiz işini istirip açaylı. Bunu da. Bir, iki, üç. Meni qo'ying. Anlıyor. Meni qo'ying. Meni qo'ying. Meni qo'ying. Meni qo'ying. Ağzını yum shumtek. Meni qo'ying. Ağzını yum devatime. Tolu valaklama. Bu ayak. Tutun ne? Bek kıstap gitti. Meni qo'ying. Tutun bek akıp gitti. Valaklama. Kara. Bu London munari. Yaman iş kıgallanı. Muşu munar üstüdür. Taşlaydı. Tolu valaklama. Boğmasa boynunu üzü öteme. Meni qo'ying. Meni qo'ying. Qo'ying. Meni qo'ying. Sara. Sara. Ben seni kutkuzu asam. Mene teke. Sarang da batsana. Meni qo'ying. Qo'ying. Ağzını yum shumtek. Meni qo'ying. Sen peshvalaga hurmat qilishni obdan ukunib olsang bo'g'idek. Meni qutqizinglar. Meni qo'ying. Meni qutqizinglar.
Oğurlagan esen tez çıkar. Meni çıkarman. Bayattan adam nefsine sebepsiz qoğulmaydı. Sen yançukçı oğurlagan nesine tez çıkar. Meni işlemi oğurlamadım. Ben bunu yoldan tep boğandım. O da beni görüp kalıp kovdu dedi. Ökülemen dedi bakay. Bana nisipten tuzluk gel. Ben obdan sayılar bile kızı aldım, bunu bilemse. Sen rastullah hiç nesi okurlamadın mı? Yok efendi. Әмәсі сіне құтқызғынымның немі пайдасы? Вапаға жауап қайтыршын білмейді қашым тек. Сән, чәт әлік ма? Нәдін келдің? Нью-Йорктен. Нью-Йорктен. Сән, хелі ұзын yol бәсіп кәпсі. Өйін қияды? Mening uyum yok. Ama bizga o'xshashgan. Өйіңден шығып кетіткен сәнді. Mən sizlərə yardımlaşıb, uşaq-düşək işlərinlərini həll qıb verələyimə. Şundaqım valla. Şunda. Oldu. Oldu. Yanıma gel. Tez bul. Mana işen, en yaxşısı, sen biz bilen billi tur. Bulmasa, saqçılarının paskını qoluğu düşüp qalasan. Ondan keyin ular seni balalar türmesiga taşlaydı. O yerden çıkmakın tez. Eğer türmeden kaçıp çıqalasan, pişananın ondan kagini şu. Kını, sen aval toyğudak tamak ye. Fakat sen eskilik kimmisanla? İkimiz dost bop qalımız. Sen çokum olta diye yerde olduruşun gerek. Öz izzetini bilişin, sözünü anlaşın gerek. Bana her vakit boysunuşun gerek. Uqdama. Ben qavaqxanaga bir arum keçip kelay. Sen davamlı ula bilen billi tursan buludu. Sen ulağı oxşaş gününü ötküzsen. Sen kız kuçunla iş kısalışını bilip al. Kuş degan nima? Kız kuş degen gepning ma'nosi qol degan bo'ladi. Oo, bu angililiklarni o'xshatma sizi. Qo'ysanglar, ona bendining bolasi. Men shundoq bo'lishini umid qilaman. Agar shundoq bo'lsa, ben xo'sh bo'lardik. U bizni musha turg'izdi. Qarag'anda u bek zolimkan. U bek zolim. Bo'libmi uning ochiqni keltirganda. Texmi shundoq bo'ldi. Bu gaplarni qo'yaylik. Ismim Xali, Shiyin, Bani, Qarvash, Derek, Mayis. Isming Devi shundoqmi? Qani ishga so'zlab baqmamsa? Yaxshimsan? Yaxshimsan? Qarshi olamiz. Yaxshimsan? Bo'ldi, qaytirmang. Bechora o'g'lim. Agar sizning savalligingizni jazoga tortish to'g'ri kelsa, bu jazoga men tortilishim kerak. Demakchi bo'g'ingiz, bu mening savalligimmi? Siz balaning ko'z oldida sizin bakmasanız men bakmayman degan gaplarni qilib, nima qilatdingiz? Bu gaplarni anglasa, bala azoblanmamdi. Pur. O'ttirimizdagi ishlar ikkimizga ayon. Biz bu gaplarni qilishimiz qandoq?
Albatta. Just got back through Paris from a sunny southern shore. I to Monte Carlo went just to raise my winter's rent. Dame Fortune smiled upon me as she'd never done before, and I've now such lots of money, I'm a gent. Yes, he's now such lots of money, he's a gent. As I walk along the border along with an independent air, you can hear the girls declare, girls declare. He must be a millionaire. You can hear them sigh and wish to die. You can see them wink the other eye at the man who broke the bank at Monte Carlo. As he walks along the body along with an independent air, you can hear the girls declare, he must be a millionaire. You can hear them sigh and wish to die. You can see them wink the other eye at the man who broke the bank at Monte Carlo. Hey, sen müvekkil işken bala, meydanlığa düşüp oynayıp bakmam sen. Rosmok, elbette rast, kındiken. As I walk along the bar along with an independent air, you can hear the girls declare he must be a millionaire. You can hear them sigh and wish to die. You can see them wink the other eye at the man who broke the bank at Monte Carlo. The man who broke the bank at Monte Carlo. Rahmet, köpçülük rahmet. Rahmet sizlerge. Rahmet. As I walk along the bar along with an independent air, you can hear the girls declare he must be a millionaire. You can hear them sigh and wish to die. You can see them wink the other eye at the man who broke the bank in Monte Carlo. The man who broke the bank at Monte Carlo. Monte Carlo. 76, 77. Yaraysizlar. Bu bizning tafovutimiz eng yaxshi bo'lgan kun bo'ldi. Xuddi men degandek bo'ldi. Devining aramizga qo'shilganligidan uning numerini kishilar bak yoqtirib keldi. Devi nada? Devi qanasan? Yaraysan Devi, yaraysan. Mening ko'zim bak o'tkir. Men seni hargiz ketkizib etmayman. Gapim gap. Sen usul oynashni qandaq o'rgangan? Oilem degan gün. Dadam muzikant. Bek yaxshi o'ynaydi ekansiz. Shundoq. Men sirtqa chiqib keray. Qonim qurib ketdi. Televizorni kun bo'yi ichib qo'ymanglar. Batareya pulga keladi. Bu sening mi? Shundoq. Ko'rib boqsam bo'lamdi. Bu soat xili ko'p pulga yaraydi. Meningcha shundoq. Buni nereden tepib olding? Ayta. Dadam bergan, buvamdan qoptikan. Buvam qandaq odam? U podshoh jamiyatimi yoki mirosxo'rmi? Qaytirib bering bo'lamdi. Ma. Hem yumshaq, hem rahat, shundaqmi? Qani chiqib ko'rib beqing. Obdan bo'pti. Rahmat. Bu yerda o'ltasam bo'lamdi. O'ltir.
Urishqa rozi kelib bolalarni yig'ilish o'rniga bormayman. Bu bolalar bilan birga yetishni yaxshi ko'rman. Ota-onangizchi? Anam kichigimda o'lib ketibdi ekan. Dadam meni faqat yaxshi ko'rib boqmagan. Qandaqli bo'lmasin, men uning beqishiga muhtoj edim. Lekin u bir qatim aroq ichib kelib meni urdi. Pek yomon bo'pti bani. Shunga men qochib chiqdim. Ular meni tutilib yetimlar sanatoriyasiga avatib berdi. Lekin men bu yerda turishni yaxshi ko'rmayman. Shunga qochib chiqib oldim. Keyin bag'chida Xaliga uchrab qoldim. U meni bu yerga keldi. Hozir Xali bizdan xabar yo'llatadi. Bu gapni men deganligimni uning aytmang. U bek obdan. Onun uyida bir ish chiqdimi? Uni bizga chaqchaq qilib aytib berishchi dansa qochib ketibdi. Onasining ardoslari ko'payib ketibdi. Bu yerdagi bolalarning ota-onasining har xil sarguzashtlari bor. Sizning ahvolingiz qandaq? Siz nima demoqchi? Sizning ota-onangiz qandaqroq demoqchiman. Mening ota-onam yaxshi. Ular yaxshi turug'liq, siz nima uchun qochib chiqdingiz? Ular meni boqmadi. Men ularga putlik osham bo'lib qoldim. Bu gapni ota-onangiz aytdimi? Shundoq. Bu gaplarni qilishmayli. Sizning ularga putlik ochang bo'lib qolganligingizni bilamadim-ku. Nima? Siz meni kichik demoqchimi? Siz bek yaxshi kelsiz. Xayrli kech. Xayrli kech.喂妈的，出了什么事了？我起来，起来，快起来！说吧，是怎么回事？我们只是有一点小摩擦，鲍特先生，没什么大不了的。你小子可别耍我！你说怎么回事？我刚要去喝水，他冲着我就过来了。David 可不会干那种事儿。不告诉我实话。给我才不要！这是什么？这是什么？这是你的吗？是的。啊，你抢了这位先生的表，对吗？不是，我只是要看一看时间，就这样。哦，我也说不清楚。我一直想把你们带成正直的人，可看来我是白费劲儿了。是吗，西恩？你这个小流氓痞子，你知道这里的规矩不是吗？这是什么意思？谁要是偷了别人的东西就要走，这样的事只要出了一次，就要永远说再见了。你是说要把我开除了？啊，这要听他的了。只要你说一声，我就可以请他走。戴维，再给他一次机会吧。偷我的东西，他就得走，离开这里。我不会原谅任何人，懂吗？你想说就说吧，反正我也没有什么地方好去。
怎么样？说什么？留下还是走？ David, ge- Жүрсө кандак? У бундагы унда кымсыз. Yana shunday qilsa ziyon tortadiganligini biladi. U qilib qo'sqandoq Leon efendim. Sen beni naümit kıldın. Senin bağırın pek yumuşak gel. Bunda kısan gününü kanda kalalaysa. Boptu, aslında ben seni heydivetsem bulattı. Lakin bundakin oğurluk kılma uqtuma. Oğurluk kılış en numussuz iş. Tez buluş haramzade lukçekle karvutana çıkıp kuklaş. Çapsan buluş. Saatimni qaytarib bering bulamdı. Saat meningce bu saatte ben sana saklap berey. Ben senin işençilik bir kadar sandıkım. Eğer sen saati karmakçı bolsan, beni istesen, boluyuverdi. Bolandı. Boptu. Haydi geç. Sizler doktor hanım. Sizler doktor hanımını tekshirdin mu? Yo'q, rahmat. Nim bo'pti? Ular izlashga tirishgan joyini izlabdi. Ular o'g'limizning rasmini gazetga basmoqchi bo'pti. Yana bizni televiziya nutq so'zlatmoqchi bo'pti. Tashviqot doirasi qancha keng bo'lsa, shuncha yaxshi deydi. Shukr. Biroz ilgirlash bo'lgandek qiladi. Mangayli. Nega boramiz? Devini izdigili. Agar telefon berib qolsa-chi? Kent. Biz bir kecha telefon saqladik. Agar uni izlab sirtlarga chiqsak, kayfiyatimiz yaxshilanib qolishi mumkin. Chapaningizni kiyib oling. Devi, sen mi bu ailenin bir azası? Bu işini bilip koyuşun gerek. Bu bizim mahfiyetligimiz. Leon bilip kalsa kolumuzu sunduruş için yanmaydı. Sen kolong bilan qasam ichalamsan. Kolong bilan? Shundoq, kolong bilan. Qasam ichalayman. Biz bunu ümit kutusu kılmakçımız. Sizlar nima qilmoqchi? Biz her kıtım oyun koyup kaytıp gelgende tapkan pulunun bir kısmını muşiyaga düşürüp koyaylı. Eğer bu işini u bilip kalsa bizni boğazlı bitidi. Biz azroq pul yig'ib olsak, uningdan gap yo'q qutlalaymiz. Onunla 5000 koy ketidi. Bizga yana 4830 koy gerek. Nemish qilishyapti? Voy, Nemish qilishyapti? biz bu yerda o'ldirdik. Senlar nima qilmoqchi? Buni sizga atab etdim efendim. Bu sizning atganlik tamog'ingiz. Aslida yerimizlik kechinim bor. Rahmat. Bu meni koniki silimdan kasapti. Sizlarga o'xshash yosh vaqtimda ig'ir emgak qilganligimdan bo'lgan. Qaraganda hali yaxshi bo'lib qolganda qilasiz. Albatta. Bu balani ko'rdingizmi? Kechiring efendi. Men ko'rmadim. Endi qayerni izlaymiz? Uqmadim. Devi. Devi. Meni qo'yib eting.
İçinizi pişirmang. Bo'ldi ketaylik. Hazırda yer astı poyuzun keldiği vaqt emas. Biz yanıla Trafalgar meydanıga berip bir piyalını xushbiroq ichaylik, qandaq? Xushbiroq? Xushbiroq choy ichaylik. Ne qonluğu dökme. Tönögün keçi bek soğuk boldi. Devi keçini qandaq ötkizgendi. O qayatıdı. Devi meyli qayada bo'lmasin, onundan hech qanday xatarlik chiqmaydi. Keyin bununga ishonchingiz komil bo'lsin. 8 yaşlıq bala. O bizden bir qadam ayrılıp baxmagan tursa, o çoxum qoqub ketkendi. Demeyli qoyunlar, nemi deganligim onu, qanmadım. İngilizcini bilemse, demekçi boğanım üçeylerim qurup ketkendi. Üçeylerim? Sudun mu demekçi Devi? Qanı bu senin, şüpürok çay, rahmet. Hemen oturup içeylik. Yürüyün. Onundan pek bizar buldum. Men hazırlık koyup gülümü. Sen neye barmakçı? Biz hazır polis istansıga oyun kışta bağılattımız. Bir narsa içemdik. Boludu. Qanday chiqin. Hazır siz meni romanfor bo'yicha eng romantik yigit ekanligimni bilgansiz. Xayr xo'sh. Oyun qo'shqim ayli. Bugun tapovatimiz cho'qim yaxshi bo'ldi. To'xtayli, Devi texcha qaytib kelmadi. U ne ketdi? Qaranglar, o qaytib keldi. Bo'ldi, yuringlar. Birodar, biz sana kun bo'yi saqlab turamaymiz jumi. Kechiringlar. Mangayli. I love my little cat, I do. Its coat is also warm. It comes with me each day to school and sits upon the farm. Sits upon the farm. When teacher says, "Why do you bring that little pet of yours?" I tell her that I bring my cat along with me because Daddy wouldn't buy me a bow wow. Daddy wouldn't buy me a bow wow. I've got a little cat.
yer bek güzelken hem teçken. Şundaq. Men devini bu yerga ep kelmekçidim. Men aeroplan üstüde şiirin turmuş ötkizgen vaqtimizda tushgan suratlarni onunğa ko'rsatdim. Şundaqmı? Biz qaytib kelishni o'ylashdik. Faqat biz yeterlik pul tepib olsak, sayohatni boshlasak, London, Parij, Rim shaharlarini sayohat qilsak. Biz hali ishlarni o'ylashqa aytdik. Şunu biz Nataliyaga berishimiz kerak. Hozir vaqti emas. Eliq Seringul. Esingizdami? Albatta esimda. Nima degan chiroyli. Bütün aral xushbiroq cho'milgan. Sizning chechiningizmi? Ham shundaq. Biz velosiped bilan chiroq minorasiga chiqaydik. Esimda qilishcha. Karvat üstüne tamaq yeganda bir chiroyli ayol uxlash kiyimi bilan yenimda o'ltirdi. Uxlash kiyimining ikki ko'ksiga ikki dasta gul chekilgan. Tushlik tamoq yegan Natab yedimi? G'arib tarafdagi 23-nomerli qo'y. Shundaq. Men o joyni pek yaxshi ko'raman. Yo'q, siz yaxshi ko'rmaysiz. U vaqtida siz meni suyib qanmaytdingiz. Hey, bu gaplarni yana qilg'iltirdingiz. Yo'q. Gapim haqiqatan rost. U chaqda siz bek go'zal edingiz. Por. Qaytish vaqtimiz bo'lib qoldi. Here they are, the pair of them on their own. In the parlor, alone, alone, alone. They've given me half a crown to run away and play. Hi, tiddly, hi, tiddly, hi, tiddly, hey. There they are, the pair of them on their own. In the parlor, alone, alone, alone. They've given me half a crown to run away and play. Hi, tiddly, hi, tiddly, hi, tiddly, hey. There they are, the pair of them on their own. Yançuk koyma. Bu yançuk varsa bunu koyma. Yançuk şunu tutma. Devi, düzgün açarsa bu. Saktay, bunu kaçma koyma lan. Dur. Tez tut ona. Ay. Ana, tutma. Kaçtı. Ne gördün? Devi, tutma. Devi, tutma. Devi, tız kaç hadi, çapsan. Favqulodda xabar. Tez ko'ringlar. Gazet ko'ringlar. Amerikalik bir o'g'il bola Londonda yo'qolib ketibdi. Gazet ko'ringlar. Gazet ko'ringlar. Sen baksirek gelse Devi. Sen baksirek gelse Devi. Men tehi ulasını tutup gidem diken dep deme. Sana ne oldu? Hazır hiç kandak çatak yok. Sen yancıkçılık qıpsın. Neymiş ki şunda qılısı? Bu iş sen bilen münasebetsiz. Neymiş için hali? Boptu, sebebini de birey. Mana, muşun üçün.
U bizning umidimiz. Qandaq ümid? Faqat biz uni remontga sirlab chiqsak, mana bu suratga o'xshaydi. Bu suratni men kichik vaqtimda tatgan. Bu kimi dadamning? Dadыңызчы? Ölüp ketdi. Mening maqsadim haliqi balalarni atrofimga uyushtirish. Undaqda ular yig'ilish o'rniga bormaydi. Faqat bu kemini remont qilib chiqsaqlar, o'zimiz cho'qim beqib ketalaymiz. Sayohatchilar, beliqchilar bizning bu kemimizga cho'qim chiqadi. O'tongmi devi? Leon hozir bizni yanchiqchilik qilishga majburlayotdi. Agar rad qilsak, u bizni qo'llab etadi. Endi tushungansa? Tushundim. Lekin yanchiqchilik qilish xato. Undaqda sen yegan tamoq soatini nereden keladi? Emiz tamoq yemek kun o'tkazib baqina qani. Andim bilirse. Yeni kelishingizni qarshi olamiz. Rahmat. Hey Shumtek, nima ish qilayotganligini bilamsa? Maliyli otdimi? Deb baqa, bundaqda to'ligili puling bormi? Mana. Men bek charchab ketdim. Lekin uyqum kelmayotdi. Shundaq. Men hayotimda bugünkidek ümidsizlanib baqmagan. Nima? Men shunchalar ko'rimsiz bo'lib ketdimmi? Yo'q. Siz bek yaxshi. Intayin chiroyliq. Por. Bilime. Lekin hozir payt emas. Buni aytmasam bo'lmaydi. O'zim qiptimi? Por. Tönügün kechicha o'ylandim. Nemishqi baldurroq o'ylanmagandimi? Qarang, biz bil o'tgan chaqlarda o'zimni 9 tildab hisoblaytdim. Mana endi Daviddan ayrilib qoldik. Sizning qadringizni bilmabdikanmi? Xizmat bilan bo'lib ketibdimi? Nima uchun atrofli o'ylanmagandimi? Nemishqa siz bilan ajrashgandimi? O'tgan ishlarni eslab qadrlaydigan narsalarimdan ayrilib qolganligimni his qildim. Buni faqat sizning ko'rishga bo'lmaydi. Men Sevimlik ana, oğlunuz David'in endiş qilma. Qarang bu ishni. O bu yerga kelibdi. Yana nimishqa ketib qolgandi. U bu yerga kelmagandi. Bu uning pochirkisi. Balkim u yozgan bo'lsa boshqalar. Boshqalar etgan chig'i. Eng yaxshi soqchiga ma'lum qilayli. Agar yordam kerak bo'lib qolsa, menga ayting xonim, gapimni tushungansiz. Rahmat sizga. Arzmaydi. Meni kechiring. To'xtab tur, yigit. To'xta. Uying musha atrofdami? Bir yerda ko'rishganda qilamiz-ku. Xili tunishda qilamiz. Gap qilmamsa. Tilingni mushkiyab ketdimi-ya? Menda gap so'ramang efendim. Men so'ragan emas, onamning ko'krak bardiyog'i kesilib qo'zg'alib qoldi. Dadamning puli yo'q, bo'lmasa men sirtga chiqmaydim. Düğünedem xushallik bo'lmasa, men turmush bo'lmaydi dedi. Onam bir piyolcha süt olishgan pul bo'lmasa, qandoq xushal bo'g'ili bo'ladi dedi. Bo'ldi, ig'zingni yum. Undan keyin dadam bilan onam urushib qoldi. Dadam onamni tilladi. Bo'ldi. Yana mening nomusimni keltirdi ishlar. Bo'ldi, ig'zingni yum. Tez uyingga qayt. Anangning kesilini saqishini umid qilaman. Rahmat efendim. O cho'qim xush bo'ldi. Bedinkam tayyor oldim aşı. Men hozir
uçuruşqa bar eme. Taqı turqi, o'ttir dengizliqqa o'xshaydigan bir tul xotin bilan uçuruş eme. Mening kechikib qolg'im yo'q. Saydım. Saytımda kaysın aldın. Sen küçük divanele. Saytım ne? Zaten kaysın oğludum. Saatinizni qo'yganini bilamsiz. Men hazır birden 5 kişi sanayma. Eğer muşu vakit işide saatni çıkamaydıgan bolsam, hemmeni kıymetçimi kılıp 2 metre topu astığa kömüvetime. Gepimni anlaştın mı? Bir. 2. 3. 4. Köpçülük gelin lan. Ben ona koyup geldim. Siz bununla. Bu ne? Ne ep geldim? Dükkanda sütü aldım. Senden sonra vatime ne mi kaldın? Saatim gittik işte. Sizin saatimi saklap verdiğinizge rahmet efendi. Saatimni huddi bir xatar sandıqda saklagandek saklap verdiniz. Özünüz kaçan lazım bolsa şu çağda alsa digentiniz. Ben Keni, bu piranetini çekip görün. Pek müzirik. Uy, bek obdan bo'ldi. Shundoq. bek yaxshi bo'ldi. Bek obdan chiqibsa devi. Buni men olay. Tönügün men sana şu gaplarni qilganligim uchun soatni bu narsalarga tegishibsan da. Shundoq. U havaran ko'nglik olmayki kelgan. Ko'pchilik bu yoqqa kelinglar, qaranglar. Bu suratni biz bu yerga ko'chib kelishdan necha hafta burun tatgan. Ko'pchilikdan o'tinib qolay. O'g'lim Devini kim uchratsa, men xabar qilib qo'ysa. Bu biz üçün bek untulgusuz iş boldu. Eğer devini uçuratqıçılar bolsa, Gent yoki Por Williams'lık telefon berse, telefon numara 2.468.050. Yoki saqchi idorasiga telefon bersanglar mı bo'ladi? Eğer devinin izdirgini qılgıçılar bolsa, 5.000 fon sterling suyuncu beriladi. Her qandaq sebepni sürüştürmeymiz. Hozir Devining boshqalar tarafidan tutib ketilganligini jazmlashtiramiz. Keyingi ahvollarni biz davomli tunishtiramiz. Ko'pchilikning ko'ngil qo'yib ko'rganiga rahmat. Sen bay ailenin oğlu gelse, senin kıymetin 5.000 fon sterlinga to'xtaydi ekan. Men seni ota-onangga topshirib berib, texmi ko'p pul alalayma. Unda qilmang. Dadam xizmatni tashlab yuribdi bu yerga ketdi. O bütün saqchilarni tavritib etdi. Men bir qiyin ahvolda qoldim. Agar siz meni ota-onamga topshirib bersangiz, ular meni o'ldirib o'tadi. Mening uning bilan karim nima? Mayli, bo'ldi, unda qilmang. Bayattin uning dadısının sözünü anlamadın mı? 5.000 fon sterling berimiz deb atadı. Men çoqum ularning qo'lidan texmi ko'p pul alalayman. Siz saqchilarni unutib qoldingizmi? U bir tozaq bo'lishi mumkin. Televizorda aytishicha Devi boshqalar tarafidan tutib ketildi dedi. Biz terrorchilarga aylanib qoldik. Siz terrorchilarning kattashi bo'lib qoldingiz, yon efendim. Memma. Undaqdı men ularga ahvolni tushuntirma. Bu shumtak ezib qapti ekan, qo'sqi ichib, to'nglab ketibdi ekan. Biz uni xabar elib qutqizib oldik. Biz bu işinimiz, lekin saqchilar işinemdi. Ular soyunchini sizda ko'p qitim anz doktorga odamga beramdi. O'ylab baqdingizmi, ha? Agar ular sizning Devini qutqizib olganligingizga ishonmiz, qanday qilamiz? Terrorchilar turmaga tashlandi. Bo'ldi bas. Hamma valaqlar. Beşimni ağırtib etdim. Men sirtqa chiqib, 1-2 romka içib
kerak. 5000 fon sterling. Men berip amalını qilay, sizlar andish qilmanglar. Bu küçük divanını kaçırıp uyuşma. Köpçülük rahmet. Senin rastlı atananın yanına qaytqın yoqma? Allah çokum seni qarşı aladı. Ata-anan seni nayt yaxshi ko'radi ekan. Şundaq. Ular xayr qılğıçılağı. Suyuncu bir dağalığını eytipdi. Saqçılar meni izləyətıdı. Mening suyurtum televizorda göstərildi. Men qaysam bolmaydı. Ko'pchilik, Leon qaytib kelishdan burun bir amal qilishimiz kerak. O əzəldən qavaxanada qalmağa qayıtıb gəlməydi. Bunda qılsaq bolmaydı. Devining ata-anasının yanına qaytqısı yoxken. Shundaq, men unda qilmoqchi emas. Lekin men uning g'amini yeyapman. Uning ota-onasi bak yaxshi ekan. Sizlar uni inkor qila olmaysizlar. Meningchi biz Devining ata-anasına tapşırıb berib Leon suyunchini elib alğıç biz elib alsa qandaq? Nima deyapsiz? Paskash ablah. Agar Leon bizning bu işimizni bilib qalsa, bizni o'ltirib yetadi. Biz suyunchini ep Leonga bersak bo'lmadimi? Yo'q, Leon uning bilan bo'ldi qilmaydi. U bizni o'ng'ayliqcha qo'yib etmaydi. Men uni qaytarib berishga qo'shilaman. Bunda qilish adillik emas, o bizga ishonadi. O chuqum ota-onasini bak taqozo qilibdi. Biz uni qaytarib berishimiz kerak. Bunda qilishni natayin. Bani, balkim sen Devini yaxshi ko'rsa, shunga sen uning qaytib ketishiga qo'shilmaysan. Men uni yod etma. Agar saqchilar tekshirib uning bu yerligini tepaz qanday qilamiz? Saqchilar bizni terrorchilar deb qaraschi. Buni ko'zda tutmasak bo'lmaydi. Bo'ldi. Devining qaytishi qo'shildiganlar, qo'linglarni ko'taringlar. Vay, shundaq. Men Williams xanim. Siz kim? Mening ismimni bilishingizning hojati yo'q. Kimken? To'xtab turing. Siz Devining nadiligini bilaman dedingizmi? Qandaq shartingiz bo'lsa o'rinlay, uning ziyon yetkazmanglar. Ziyon yetkazmanglar. Andish qilmang. Biz terrorchi emas. Ularning aytishicha ular terrorchi emas ekan. Agar undaq bo'lsa Devini qaytarib bersin. Agar sizlar terrorchi bo'lmasanglar, nimishqa bolni bizga qaytarib bermaysizlar. Biz uni qaytarib bermoqchimiz, lekin bizning usulimiz bo'yicha bo'ldi. Bo'pti. Qani ayting, biz zod nima qilishimiz kerak? Sizlar Trafalgar maydonini bilamsizlar? Bilamiz. Bugun atiganda shu yerga beringlar. Bo'pti. Qachon boramiz? Dal soat 9da. Devini birga kelamsizlar. Albatta birga keladi. Yana bir ish. Hargiz saqchi ep kelmang bulamdi. Shunaq bo'lsin. Uning ayt, suyunchini cho'qim ep kelsin. Saram o'p qoldingmi? Voy xudoyim. Nim bo'ldi? Uning bilan karingiz bo'lmasin xonim. U razvodga filmlarini ko'p ko'rgach shundaq davatidi. Andish qilmang. Biz terrorchi emas. Saqchilar xabar qilamdiq ya. Trafalgar maydoni? Biz nima yerga boramiz? U yerda faoliyat qatnashimiz birodar. Sigalliq usul o'miga o'yin qo'ymoqchi. Sigalliq usul o'miga o'yin qo'ymoqchi? Trafalgar maydonidami? Shundaq Devi. Undaqda ularchi. Ulan da'vatamsa, ular bugun uyda tozalik qilmoqchi. Bo'pti. Undaqda xayr xush ko'pchilik. Sana omad tilayman Devi. Sen bilan tanishganligimga faxrlanaman. Xayr xush Devi. Xayr xush Devi. Men seni yod etdim. Men yod etdim. Biz u yerda uzun turandik. Yo'q, 1-2 soat turamiz. Mangayli. Dal soat 9da Trafalgar maydoniga yetib borayli. Trafalgar maydoniga boramiz. Men senlarni ma'ng'uzmayman. To'xta. To'xta. Devi tez mangayli. To'xta. To'xta.
Andish qilma, birodar. Hozir hech ish yo'q. Ular geldi. Menimcha ular bu qatim qochib qutulolmaydi. Xotirjam bo'ling. Şeytan. Şeytan. To'xta. To'xta. Oya diken. Meni qo'yib o'tawa. Meni qo'yib o'tawa. Siz Williams efendim. Shunday yaxshi oldu. Suyunchini. Geldiniz mi? Sen qilmay, men bilan soqchi dars qilma. Saqchilar kimni tutdikini? Ular o'ziga chiqib oldi efendim. Aslidagi o'rninglarda turinglar. O'zidagilar qochib qutulolmaysizlar. Qo'yib turing. Badanim bek og'rib ketdi. Uning ota-onasi saqlab turdi. Suyunchini ep keldi. Ota-onam nimishga kelgandi? Bu yoqqa tushinglar. Suhbatlashaylik. Devi. Men ularni kelinglar degan. Nima uchun? Seni g'amingni yedim. Ota-onang seni haqiqatan yaxshi ko'rdi. Ular bilan qaytib ketgin. Qaytmayman. Ular meni boqmaydi. Ular baqidi, sen xatolashibsan. Ular bilan qaytib ket. Qaytmayman. Emis nega biray deysa? Men sizlar bilan birga turaman. Bu yoqqa tushinglar. Suhbatlashaylik. Kechirgin Devi. Biz allaqachon bir qarorga keldik. Biz sen bilan birga bo'lamaymiz. Meni o'rog'larga qo'shmamsizlar? Qo'shmaymiz. Biz hamiyada sargardorlik qilamiz. Senda kichik bola bizga yetisholmay, putli qashon bo'lsa. Rostilla o'rog'larga qo'shmamsizlar? Yo'q, Devi. Men bu yerdan darhol ketishim kerak. Saqchilar kelay deb qoldi. Xayr, xo'sh birodar. Agar sening o'rningda men bo'lgan bo'lsam, allaqachon ota-onamni yeniga ketgan bo'lardim. Xo'sh. Xoli, ketmang. Bo'ldi. Hozir ularni qo'langlar. Hazır xeyim xatar çıkmaydı. Onun için tutunla. Korkmang. Hatırlayacağım bunu. Devi. Benim hiç qanday yomon niyetim yo'q. Men
Men faqat seni ota-onangning yening basını geldim. Meni bak qo'rqitib etdin. Qo'rqib ketdingizmi? Kiyimi remote qilinib, bak obdan bo'pti. Kiyim bek chiroyli qo'yib ketibdi. Men hozir safarga chiqyaptim, sizlar bilan xo'shlashishga keldim. Sizning 5000 tanishtirgan berganligingizga yana bir qitim rahmat ayta bilamiz efendim. Biz bu pulni mablag' qilib ishlatib ishimizni o'shib oldik. Tapavatni boshlaganda sizga cho'qim qaytarib beramiz, bo'lamdi? Bo'ladi. Xo'p, endi mamsak ayoqlarga ulgurmaymiz. Yur Devi, dadangni uzitib qo'yaylik. Kel o'g'lim. To'xtanglar. Kiyimida o'ltiringlar. Faqat 1 minut vaqt ketadi. Men sizlarga bir narsa ko'rsatay. Bo'pti. Shunda qilaylik. Rahmat. Bo'pti. Keling. Men tushay. Rahmat. Qaranglar. O ko'rib ko'rdingmi? Nima? London ko'rga emas. Devi. Mening mangadaga vaqtim bo'lib qoldi. Devi. Xolining aytib berishicha ilgari London ko'rga boshqa joy ekan. Devi, bu hikoya yomon emas ekan, lekin hozir anglashga vaqtimiz yo'q. Keyin aytib bak bo'lamdi. London ko'rga uyga keldim, uyga yetib keldim. Hey, efendim, hazır sayat kılga vaqt emas. Yeni namussuz ayıplan keçip kalırsınız. Bu qandaq gap? Devi, bu kimi menib ketdi o? Bu zodi qandaq gap? Kim ne degan kim? Sizlar yerden birisi xalayman efendim. Men üstüme turuz. Ahmet efendim. Sizlarga muayyan men bu kasbning ahli. Anut. Anut. Bu narsani qaytir tez bol. Anladingmi yo'q? Qaytir da anlatma. Anutga chechilmang. O men uchun ishlayotdi. Sen şu işli adamda. O'ltiringlar. Qani, deb baqa. Bu zodi nima ish? O'tgan so'zingiz esingizdami? Agar men talab qilsam, siz taqdir yoloni kezib, meni ko'gil kildigan bo'lgangu. Albatta. Unda siz Londonda kelib keling. Devi. Bu sana ayan. O bu yerda kelib qololmaydi. Uning sen bilan birga o'tkisi bor. Lekin uning bu yerda kelib qolishi mumkin emas. O sana telefon bersin. Xat yazsin. Bo'lamdi. To'xtab turing. Men qolib qolsam nima ish bo'lmaydi ekan? Sizning xizmatingiz. Meni xizmatim Londonda xizmat qilsam bo'laverdi. Bu yerdan patifon plastingiz ishlaydi. Buni anglagan bo'g'itdingiz. Albatta. Men planimni o'zgartdim. Bizning munosabatimiz shunday inoq turug'liq. Men nima ish qaytmoqchi bo'ldi ekanman. Nima ish qaytadiganligimni zot uqqanmidim. Qani sen deb baqa. Siz menga tushuntirib bera olamsiz? Men sizni yaxshi ko'raman, Pol. Men shundaq. Biz yana bir oila kishilarga aylandik. Shundaq bo'lishi mumkin, o'g'lim. Cho'qim shundaq. Siz bilamsiz, Nimani? men bu dunyoda eng baxtli, lekin men beparvo qiyofatga kirib oldim. Yanıga taşlap koyunsun, yanıga taşlap koyunsun, yanıga taşlap koyunsun, yanıga taşlap koyunsun. O bizni eski diyenler, ah yürüyün dep yığılsın. O bizni eski diyenler, ah yürüyün dep yığılsın. Vacıvıllı koş kirde, patendi yakan koş kirde. Yalgan bolsa yepekine, koy koşidi yakan koş kirde. Yalgan bolsa çayına pasta kılır da pişman koş kirde. Ağustam yakıdı tohununkide, abız mu yakamızı çocuğununkide. Ağustam yakıdı tohununkide, abız mu yakamızı çocuğununkide. Ağustam yakıdı bokununkide, abız mu